Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. O'zi erkak bilan ikkalang bir xil ekansan borku. Oxirgi raqibim Sapernigim yana gapirib chiqib qaraylar-da. Ona qazdың istep жасап қойған видеосын қарасаңдаршы. Как будто мен оның көтінен просто так тепкен сияқты сап қойған ғой, рилс саған ғой. Бұндай адамдарды қаз дейді, еркек емес қаз. Видеосын қарап, ішім ашып отыр да. Оны мен просто так тепкен жоқпын да. Ол бірінші мен қолымнан 2-3 рет дергать етті. Сол үшін тепкен етін. Ал мынаның істеп отсын қараңдар. Еще мен тағы бұған көтім ашитыны бізде спор болған етін, кімнің есінде. Бұл если бір проходтан бойды бітірмесе, типа маған $500 берем деген етін. Xudo xolsa bitta parоход kiraman. Xudo xolasa eslab qo'y. Bitta parоход kiraman. O'sha setkadan nariga uchirib yuboraman. Вот оны да берген жоқ. Бұндайларды не дейді? Қаз дейді. Только мен бұны нормальный еркек деп ойлап жүрмін ғой. Сатуын егер көрген моментте сенің бірінші көрген моментте көтіңді айырам. Осыны Сатурнға жіберіңдер осы видео. Қандай еркек емес та ол, сөзінде тұрмайтын, мынандай видеолар жасайтын. Ай, Сатурн, есіңде болсын. Сен реванш жасалынады. Осы жылы болсын, келесі жылы болсын. Осы бүкіл видеоң үшін, мынандай сөзінде тұрмағаның үшін жауап бересің. Assalomu O'zbekiston. Xullas kalom bular gapirishdan to'xtamay ekan. Oxirgi Sapernigim men bilan gara o'ynavdi Saturn $500 berish kerak edi, bermadi deb video qilib chiqdi mendan qarz deb. O'zi janggacha qancha ish qildi borki, qancha beqiliqlar qilib, oxir-oqibat Allohim iznilar chiroyli g'alaba qilib, chiroyli tarbiya berib qo'ydim. Yana tarbiya olgisi kelyaptimi deyman-da. O'sha kuni ertasi kuni pulini beraman degandim, lekin ertachi bilet olingan ekan O'zbekistonga qaytib yubordim. Bu puldan muammosi bor deb o'ylayaptim deyman-da. Xudo xolasa hozir Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Allohim mehnatlarimiz evaziga puldan kamda qilmayapti. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Erkak bilan ikkalang bir xil ekansan. Faqat gapirasan, qo'lingdan bir ish kelmaydi borku. Revansh so'rayapsan. 5-sentyabr Toshkent Xumarena. Davay. Kechiktirmanglar, revanshni olib. Ikkinchi raundga erkak bilan akangni olib kelgan. Uchinchi raundga revanshdan qochib yurgan Kamil akangni ham yo'ldan olib olgan. Hammangni bir kunda bir yaqli qilaman, Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa kurashim bor, xor bo'lmayman klitkada inshaalloh, Xudo xolasa. Senlar faqat telefon qilib yuraverasan, bundan keyin ham ketasan. Ana erkak bo'laning MMA dan qochib boksga chaqiradi, kulachkaga chaqiradi. Birinchi MMA da glazma-glaz kelganmiz. Boksda urushaylik, unda urushaylik. Ko'cha haqida sizlar gapirmaylar. Ko'chada hammang bittada kelsang ham Xudo xolasa, meni yaqin tanishlarim biladi, ko'chada qanaqa holatga tushirib qo'yishimni. Menga ko'cha qiziq emas, menga klitka sportim qiziq, Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa ko'rishganimizda pulingni berib yuboraman. Undan tashqari yana bir ikki shapalog'im olib olasan. Assalomu alaykum O'zbekiston, mujiklar gazini bosinglar. Bu balavollarni hali o'zim bilaman. Nima tursin klitkada kirdirib olay.